Otam menga durbin sovg'a qildi va men har kuni kechqurun oyga va yulduzlarga qarash uchun balkonga chiqardim. Lekin ba'zan derazalarga ham qarardim. Kim buni qilmagan deysiz? Bir kuni bir derazada shubhali tarzda chiroq milt-milt yonib o'shayotganini payqadim. Durbinni o'sha derazaga qaratgan zahoti u yonib o'shishdan to'xtadi. Derazada orqasi bilan turgan qiz shoshni taraydi. Gavdasiga qarab u hech narsa kiymagan edi. Men yana biroz qarashga qaror qildim. Bir paytda u keskin burilib to'g'ridan-to'g'ri menga tikildi. Men qo'rqib ketdim. Uning yuzi dahshatli tarzda burilgan edi. Ko'zlari katta va so'zilgan, qo'rqinchli tabassumi va egri tishlari bu vahima manzarasiga to'ldirdi. So'ng nafratli qirg'in yurish bilan derazadan uzoqlashdi. Men parda ortida turib nima bo'lishini kuzatdim. Keyin podezga chiroq milt-milt yana boshladi. U zinapoyaga chiqib qoldi. U hamon menga tikilib turardi va men tomon yugurayotganga o'xshardi. Uning zinapoyadan pastga yugurib tushayotgani va aqldan ozgan nigohi hamon menga tomon qaratilganini ko'rdim. Uy yonidagi panel milt-milt yana boshladi va uning qiyshiq gavdasi podezga chiqib kelayotganini ko'rdim. Men uydan chiqib zinapoyaga yugurdim. Podezda turganida pastki ko'cha eshigi tarqillab yopilganini eshitdim. U uyga kirdi. Demak, aniq men tomonga kelyapti. Qiziqish qo'rquvdan ham kuchliroq chiqdi va men pastga qaradim. U menga tikilib turardi. Men yugurib xonaga kirdim. Eshik ortida o'tirardim. Sukunat cho'kdi. Men faqat o'z nafasimni va yuragim urishini eshitardim. Keyin kimdir yoki nimadir eshikni taqillatdi.